lekin o'zimizning mastovaga yetadigani yo'q deb. Bolalar, qizinglar bilan urushib qolgan bo'lsanglar, mastovaga zo'r joy topib qo'ydim. O'sha soul faqat yangicha formatda, butunlay o'zgarishibdi, yangi menyu qilishibdi. Hammasini hozir yeb ko'ramiz, birgalikda bahosini beramiz. Qizlar, aytgancha, agar yigitinglar xafa qilib yetib bormayotgan bo'lsa, shu videoyimni tashlab qo'yinglar, balkim miyasi ishlab qolib, namyokka tushunib qolar. Ket. Bilasizlarmi, podshuba, olivye, krabovый salatlarni yeganimdan keyin sразу yangi yil avtomatik tarzda miyamga keladi. Salat bomba. Lekin men bu nechta ishoninglar, marza qildim yeb. Bunga 5 emas, konkretni 6 qo'yaman. Bularda o'zi bilasizlarmi, salat bor edi, mango, krevetka, baqlajonli o'shani sevardim. Menimcha endi suvga chiqdi, chunki mana bu salat вообще bomba. Обязательно yeb ko'rishinglar shart. Nokli. Mana buni ko'rib turib, 50 deb o'ylamanglar. Bu sho'rvani noni bilan piyozi. Yomon xayolga bordinglar. Nima ichyapti deb o'ylasanglar, hozir men aytib beraman. Bu gruzinlarning mastavasi. Nimaga mastava? Chunki guruchli, go'shtli, tomatli bo'ladi. To'g'risini aytaymi? Mazasi zo'r. Lekin o'zimizning mastavaga yetadigani yo'q deb. Men yoshligimdan shunaqa ovqatlarni yaxshi ko'raman. Nonni botirib, nonim yo'q. Mayli endi. Nonni botirib yeydigan ovqatlarni-da. Sach, молодцы. Очень вкусно. Mana maqtaydigan kunlar bor ekan, to'g'rimi? Bu shunchaki molli go'sht emas. Bu delikates. Bu molli yanoqlari. Ha, говяжьи щёчки. Bunaqa narsani uncha joyda pishirishmaydi. Lekin ishoninglar, juda ham mazali narsa. Kelib, yeb ko'radigan joyi. Shu narsani qizinglarga olib bersanglar-chi, yuragini xuddi menga o'xshab yoqib yuborasizlar. Qalay. Boshqacha. Sen hozir meni yonimda o'tirib, sovuldagi shunaqa shirinliklarni mazza qilib yesang bo'lardi. Lekin afsus, hali ham menga sovchiyni yuborganing yo'q. Soul, socials, boboy bilasizlar, bitta hammasi bitta holdingga kiradi va menga eng yoqadigan tomonligi bilasizlarmi nima? Bularda obsluživание yo'q, xizmat ko'rsatishga foiz olishmaydi. Shuncha yegan narsam arzimagan 624 ming so'm bo'ldi. Tak что bemalol kelib mazza qilib ketadigan joyi. Bu reklama emas edi. Men shunchaki obetlangani qilib, sizlarga shu videoni ulashdim. Like, podpiska esdan chiqmasin.